Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugun sizlar bilan qiziqarli savollarga javob topamiz. Farzandingiz o'quv markaziga kelishdan oldin sizda kutilayotgan savollar, holatlar va muammolar bor. Aynan biz mana shu videoda sizga ushbu savollaringizga yechim topamiz. Agar sizni farzandingizga bir oyda ingliz tilidan qanaqadir natija qilishdi yoki ingliz tilidan to'la gapirishdi aytsa, bu juda ham qiyin va imkonsiz narsa. Odatda o'rtacha bitta talaba 6 oyda ingliz tilidan to'la muloqot shakliga kira oladi. Shunda ham muntazam darslarda qatnashsa va muntazam diqqat bilan, intizom bilan ushbu ishga kirishsa. Unique Academy o'quv markazi nodavlat ta'lim muassasasi bo'lib, ya'ni bu yerda IELTS va TOEFL sertifikatlarini bermaydi. Aksincha IELTS va TOEFL sertifikatlari bu davlat tomonidan yoki rasmiy ro'yxatdan o'tgan maxsus tashkilotlar tomonidan beriladigan farzandingizni ingliz tilidagi bilim darajasini belgilab beradigan sertifikatlar hisoblanadi. O'quv markazimiz esa sizni farzandingizni aynan shu sertifikatlarga tayyorlaydi va bilim darajasini mana shu 4 ta mahorat turi bo'yicha shakllantirib, bilim darajasini o'sha normaga, ya'ni sertifikat IELTS va TOEFL sertifikat normalariga olib chiqishga va ularni rivojlantirishga ko'makchi bo'ladi. Bu juda ham muhim savol, ota-onalardan juda ham ko'p tushadigan savol. Asosan Unique Academiyada SMS tizimida farzandi agar o'qishga kelmasa yoki darsga kech qolib kelsa yoki darsga kelmasa, unga avtomatik SMS boradi, ya'ni darsi kelmaganligi haqida. Va bundan tashqari muntazam dars qoldirgan talabalar yoki muntazam darsga kechib keladigan talabalar maxsus operatorlar tomonidan, administratorlar tomonidan ota-onaga maxsus xabarlar yetkaziladi. Ko'p hollarda ota-onalarda qiladigan katta xatosi farzandini aynan noto'g'ri dars tashkillashtirilgan o'quv markazlariga berish hisoblanadi. Ya'ni farzandingiz agar siz ingliz tiliga qiziqish qolmaydimi degan savolga javob, agar markazda darslar to'g'ri tashkil qilingan bo'lsa va tizim asosida olib borilgan bo'lsa, albatta bu qiziqishini so'ndirmaydi. Va bundan tashqari darsdagi interaktiv mashg'ulotlar, darsdagi mavzularda keng yoritilishi va o'qituvchilarning individual, ya'ni shaxsiylashib o'quvchiga yondashib qarashi va ular bilan ishlashi bu o'quvchida qiziqishni so'ndirmaslikka olib keladi. Aksincha bu juda ham to'g'ri variant, ya'ni farzandingiz o'quv markazi yoki qaysidir kursda qo'shimcha mashg'ulot olib borsa, ya'ni ingliz tilidan qo'shimcha mashg'ulot, naborot bu teskarisiga ishlaydi. Ya'ni maktabdagi boshqa do'stlariga, yaqinlariga, safdoshlariga nisbatan ingliz tilidagi bilim darajasi yuqori bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha ta'lim sababi bu fanga chuqurlashtirib o'rgatiladi va bu ingliz tilini 4 ta mahorat turi bo'yicha o'rgatib boradi. Ya'ni eshitib tushunish, o'qib tushunish, yozib tushunish, gapirib tushunish va bu maktabdagi darslardan ortda qolish emas, aksincha yuqori darajada oshishi va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Juda ham ajoyib savol, hurmatli ota-onalar. Albatta farzandingizni darsda yana ham yaxshiroq o'sishi uchun qo'shimcha ta'lim bo'ladi. Bu ko'proq o'quvchini bilimini mustahkamlash uchun juda ham foydavor hisoblanadi. Bu odatda qanday bo'ladi? Odatda darsdan tashqari bo'lgan vaqtlarda o'qituvchi yoki yordamchi o'qituvchilar farzandingizni maxsus kunga belgilaydi va ular bilan qo'shimcha ta'lim olib boriladi. Yoki o'tilgan mavzular yuzasidan yoki so'z yodlash bo'yicha yoki bo'lmasam qaysidir grammatikani, qaysidir qiyin grammatik mavzularni osonroq tushuntirish uchun ularga qo'shimcha darslar tashkil qilingan va bu farzandingizni birinchi o'rinda bilim darajasini mustahkamlash uchun va ikkinchisi tezlashtirish uchun juda ham katta yordam beradi. Ota-ona sifatida eng avvalo birinchi bo'lib sizdan hamkorlik sifatida talab qilinadigan narsa farzandingizni birinchi o'rinda muntazamligini ta'minlab berish kerak. Ya'ni darslarda doim qatnashishini ta'minlash va uni nazoratga olib borsangiz, bu ingliz tilidagi bilim darajasini yana ham tezlashtirishga sabab bo'ladi. Aksariyat ota-onalar mana shu savol kelib tushadi va bu o'quvchi
darsda oralatib oy davomida yoki o'sha o'quv kurs davomida oralatib qanchadir dars qoldirishi bu albatta o'quv bo'limi sifatiga, ya'ni samaradorligiga ta'sir qiladi. Buni o'zlashtirilgan ko'nikmalari, malakalari sifatsiz bo'lib boradi. Ota-onadan yordam, ya'ni hamkorlik talab qilinadigan narsa faqatgina muntazamlikni ta'minlash va uyda agar imkon bo'lsa uyga vazifalarni, topshiriqlarni bajarish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratib berish ota-onalardan so'raladigan juda ham muhim bo'lgan ko'mak hisoblanadi. Bu savolga javobim farzandimiz tez zerikib qolmaydimi dars mobaynida, ya'ni dars tushunish mobaynida. Albatta, darslar, mavzular o'qituvchi tomonidan bir xil tarzda o'tilsa, misol uchun deylik, har kuni bir xil tempda, bir xil metodikada o'tilsa, albatta o'quvchida zerikish paydo bo'ladi. Lekin Unik akademik o'quv markazida ingliz tilida o'tiladigan darslar ustozlar tomonidan har xil metodikalarda yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bir kun deylik kino ko'rish orqali, qanaqadir videolar ko'rish orqali, qaysidir kuni interaktiv bo'ladi, qaysidir kuni bahs munozara, qaysidir kuni savol-javob, qaysidir kuni boshqa bir metodika, ya'ni biz xorijiy ta'lim metodikalarini o'zlashtirish orqali, ya'ni integratsiya qilish orqali biz o'zimizda maxsus metodik ishlab chiqilgan. Ustozlar bu dars berish jarayonida sizni farzandingizga zerikish hissini tuydirmaydi albatta. Bu juda ham ko'p beriladigan savol ota-onalar tomonidan. Bu bolani o'zini xarakteriga bog'liq. Ya'ni qaysidir bola introvert bo'ladi, qaysidir ekstrovert bo'ladi. O'zi aslida men shaxsan o'zim fikrimga suyanadigan bo'lsam, farzandingiz guruhda ta'lim olgani yana ham yaxshiroq bo'ladi, chunki guruhda bola ko'p bo'ladi, ular bilan qanaqadir kontakt qiladi, networking bo'ladi, so'z yodlashda kombinatsiyalar qiladi, mavzularni tushunishda kombinatsiyalar amalga oshiriladi, normativda bajarishda boshqa o'quvchilarga nisbatan raqobat hissi tuyulgan joyda unda o'sishga bo'lgan intilish rivojlanadi. Lekin ba'zi bir o'quvchilar, ba'zi bir farzandlarimiz xarakteri shu bosiq yoki boshqacha bo'lganligi uchun individual tarzda ham maslahatlar berib o'tamiz. Lekin umumiy maslahat beradigan bo'lsam, guruhda farzandingiz o'qigani juda ham rivojlanishiga tez ta'sir qiladi va albatta bu farzandingizni tezroq olib chiqishga ham bu sizni moddiy jihatdan qaysidir ma'noda foyda bo'ladi, ham bu raqobat muhitda o'sishda farzandingizga yordam beradi. Sababi kelajakda hayot qurishda ham, kasb tanlashda ham albatta raqobat bo'ladi va bu hozirdan zamin yaratib beradi bu narsa. Ha, albatta bo'ladi. Kichik yoshda ham ingliz tilini o'rgansa bo'ladi. Aksincha kichik yoshda o'rgangan o'quvchilar yana ham tezroq o'rganadi. Sababi kichik yoshda ingliz tilini, ya'ni til o'rganish ko'proq foyda berishining yagona sababi yosh bolalar, ya'ni kids yoshdagi bolalar tezroq ilib oladi, ya'ni ko'p bilimlarni. Faqat bu yerda mavzuni soddaroq qilib tushuntirish va uni yoshiga mos tarzda yetkazib berish o'qituvchidan mahorat talab qilinadi. Farzandingiz agar kichik yoshdan beraman deydigan bo'lsangiz, bu til bilish darajasida aksincha foydali bo'ladi. Ya'ni fundamentni, ya'ni boshidan quyib borsangiz, keyinchalik ingliz tilidagi fonetikalari, so'z talaffuzlari katta yoshda boshlaganga nisbatan boshqacharoq va sifatliroq chiqadi. Albatta xatolar ustida ishlaymiz. Sababi xatoni ko'rmasdan turib biz farzandingizni qayerda ketayotganini, qayerga borish kerakligini va qaysi joyda turganligini bila olmaymiz. Xatolar ustida ishlashimiz uchun biz birinchi o'rinda har 3 oyda bir diagnostika qilamiz. Ya'ni haqiqatdan farzandingiz mana shu darajadagi bilimga egami, ega emasmi testdan o'tkazamiz va albatta shu testdan o'tkazish davomida, ya'ni suhbat, intervyu, shunga o'xshagan testdan o'tkazish davomida farzandingizning kamchiliklari aniqlanadi va ushbu xatolari ustoz tomoniga, ya'ni o'quv bo'limiga beriladi. O'sha o'quv bo'limi ustoz bilan farzandingiz ustida ishlaydi. Ya'ni qayerda xato qilyapti, qaysi mahorat turida unda muammosi bor, qaysida kuchli tarafi bor, bu narsa to'liq tahlil qilinadi va farzandingiz ustida ishlaydi. Va bu xatolar ustida ishlash ko'p hollarda farzandingizni kelajakda yana ham yaxshiroq rivojlantirish
rivojlantirishda juda ham katta yordam beradi. Maqsad farzandingizga natija olib chiqish, uni zaif tomonlari, kuchli taraflari, qanaqa imkoniyatlari bor, oldida qanday to'siqlar bor, bularni aniqlash juda ham foydali hisoblanadi va muhimi farzandingizni asosiy Unique Akademiyani missiyasi, ya'ni o'zi ko'zlagan, o'zi xohlagan bilim darajasidagi natijaga olib chiqish. Umid qilamiz, bugungi savollarga kuchim yetgancha to'g'ri javob bera oldim deb o'ylayman. Hurmatli ota-onalar, agar mana shu videomizdan keyin farzandingizni ingliz tiliga berish bo'yicha xohishingiz bo'lsa, albatta Unique Akademiya sizlarga juda katta yordam beradi.